Mana shunaqa go'rnis ishlaydigan mashinani ko'pchilik hali ko'rmagan akalar. Sizlarning e'tiboringizga Radnoy 89-yil ishlab chiqarilgan 04imiz akalar. Kraskalari Radnoy 140 ming yurgan mashina. To'liq tayyor holatda, motorlari ochilmagan. Mana svetlarigacha ishlab turibdi mashinani. Mashina 05 motorga. Taniq holatda mana. Suvni ham sepadi, dvorniklar ishlayapti. Bitta diskasini takoy raznashirokki diskalar taqib qo'yishgan. Ham apishkalarga отдельный baho berasizlar. Radnoy apishka, Radnoy torpedka, rul, sidenalar kojinning o'zini zavod sidenalarida turgan mashina. Mana maytofonlariga отдельный bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mashina вообще qiz bola sostoyaniyada. Bemalol ko'rib qarab olsanglar bo'ladi. Mashinani narxi keladigan bo'lsak, akalar 3,5 ming so'rashyapti. Narxidan xudo xolasa sekin o't berishadi. Ya'ni